Bizni holatimiz achinarli-da bugun. Kecha bir odam aytayapti. Domla deydi, to'y boshlab qo'yganman deydi. Hop, desam, Xudo tomon endi kelishuv qilishga harakat qilyapmiz-ku. Xudo tomonidan so'rayapmiz. Falonchi to'yxonada osh bersam xafa bo'lmaysizlarmi deyapti. Nega siz so'raysiz? Nima siz aybingiz bormi? Desam, yo'q, aybim yo'q dedi. Nega unda Xudodan so'raysiz to'yxonaning qaysiligini? Desam, endi baribir to'yxona xudolarni e'tiborini qilish shariatda birodarlar, xudolarni e'tiborini qilishlik to'yxonani gaplashishlik bilan yoki qimmat parda tiktirishlik bilan bo'lmaydi. Bu qayerdan olyapmiz bunaqa gaplarni birodarlar? Qayerdan topyapsizlar bunaqa yengilliklarni? Odamlar bechora to'y qilayotgan hijolat bo'lib, Olmazor to'yxonada to'y qilsam bo'ladimi? Versal Zayn ekan deyapti deb hijolat bo'layapti to'yxona qilayotgandan. Voy, shariat bunga buyurmagan. Qiz tomon to'y qilayotganda albatta Versalda osh bersin yoki Osiyo Grandda osh bersin degan gap yo'q. Buni qatdan olayapsizlar ey birodarlar. Qayerdan bunaqa yangi urf-odatlar, yangi bid'atlar qayerdan chiqayapti? Kelyapti odamlar ha desa, domla bir oilada muammo bo'lib qoldi. Nima muammo desa, shu mebel deydi Xitoyniki bo'lmay qoldi-da, shu o'zimizga bo'lib qoldi. Shuningga deydi Xudo tomonidan Xudo xotini jahl chiqib turibdi deydi. Voy birodarlar, qayerdan chiqdi bu gap? U mebelni Xitoyniki bo'lish kerak, o'zimizniki bo'lmaslik kerak. Kechirasizlar-ku, shu yerda bitta mulohaza bor. Mebelchilar o'tirgan bo'lsa yaxshi bilishadi. Bugun birodarlar O'zbekistonda chiqayotgan mebellar Xitoynikidan yaxshiroq. Puli Xitoynikidan ko'ra qimmatroq. 100 ming dollar, 150 ming dollarlar bitta uyni jihozlash uchun mebelchilarimiz sarf qilishar ekan. Men eshitib xursand bo'ldim, alhamdulillah. Shunaqa darajaga yetibdi mebel sohasi. Yo'q, bizda odamlar unga rozi emas ekan. Ha, desa Turkiyani pardasi bo'lish kerak ekan. O'zimizga bo'lmaysa bo'lmaydi. Bu narsalarni birontasi shariatda ko'rsatilgan ishlar emas-ku. Bironta joyda aytilgan masala emas-ku bu. Qayerdan olyapmiz bu masalalarni birodarlar? Kecha bir birodarimiz o'rinli xabar bo'lyapti. Aytayapsizlar, domla mana mayli endi din shariatda gapi shu ekan. Aytayapsizlar, bu to'yni o'g'il tomon qilishlik kerak. Uy jihozlarini ham o'g'il tomon qilishlik kerak. Hamma sarf xarajatni o'g'il tomon qilishlik kerak deyapsizlar, ha? Borgan joyimizda hamma shu gapni ko'taryapti qiz tomondan. To'g'ri. Hamma narsani kuyov tomon qilishlik kerak. Lekin kuyov tomon 500 ta odamni chaqirib Versalda osh bersin degan shariatda gapi yo'q. Kuyov tomon mebelni 10 ming dollarga mebel yozsin degan joy yo'q. Kuyov tomon 10 ming dollarga gilam olsin degan joy yo'q. Kuyov tomon masalan kelinga sep berishligi yoki boshqa narsa berishligi degan joy yo'q, birodarlar. Bunaqa gap yo'q. Buni qiymatini biz qayerdan belgilayapmiz? Unaqa gap yo'q. Nabiy alayhi salatu vasallam Abdurrahman ibn Avf roziyallohu anhu ga avlim walau bishatin bitta jonliq so'yda to'yini e'lon qilgan deganlar bo'ldi. Kuyovni qiladigan ish mana shu.